O'zimizni jaydari shirinligiga nima yetsin azizlarim. Arzimagan uydagi bormasin shunaqa asal shirinlik hammalarga tavsiya qilamiz-da. Birga pishiramiz. Ketdik. 3 ta tuxum, yarim litr sg'ushonka molokodan shunaqa zo'r bomba shirinlik tayyorlaymiz. Buni hammani qo'lidan keladi. Boshladik. 3 ta tuxumni idishga chaqib oldik. Ozgina shakar, ozgina tuz. Axir xamir qilamiz-ku. Razrixlitel yaxshilab vilочкада aralashtirib olamiz. Yaxshilab turib, mana shunaqasiga qilib turib, tabiiy apparatda vilочкам bilan aralashtirib olamiz. Mana. Endi buni sal qattiqroq xamir qilamiz. Mana chiroyli sap-sariqqina xamir bo'ldi. Endi buni ozgina yarim soatga dam oldirishga qo'yamiz. Xamirim dam oldi. Endi buni ozgina raskatach qilib, hozir pishirishga harakat qilamiz. Ja yupqa yoymaymiz, sal go'shliroq bo'ladi. Buni lentichkaga endi bir tekisda kesib olamiz. To'rtburchak qilib sekin kesib olamiz. Ozgina un sepib olib, mana bunaqa dumolalab chiqamiz. Mana ko'rasizlarmi, dumaloq sipat bo'lib qoladi o'zi. Qozonga olov yoqib, yog' solib, yog'ni qaynoq holiga keltiramiz. Qozonimizni yog' qizidi, endi bunga Oppa. Mini bo'g'irsoqchalarim pishdi. Bo'g'irsoqchalarimni sovutib oldim. Endi bunga sg'ushonni moloko solamiz. Endi ustiga bezak beramiz, ozgina yong'oq sepamiz. Endi ozgina tursa-yu, vobshem zo'r bo'lardi. Bir-biriga yopishib, qapishib, vobshem nastoyib chiqsa zo'r bo'lardi, lekin men unaqa sabrim yetmaydi. Hozir sizlar bilan birgalikda yeb ko'ramiz azizlarim. Bismillahirrohmanirrohim. Bittada ikkita ushiydi Nargiz opa. Bismillahirrohmanirrohim. Ayni yong'oqli joydan. Vobshem mazasi zo'r. Umuman mazasi bomba. Hammalarga tavsiya qilamiz. Oson, tez, uydagi bor narsadan yo iftorga yo saharlikka azizlarim osh bo'lsin. Assalomu alaykum Chilonzor ahli, hammalarni Nargiz opa sizlarni Shuhrat xonimxonada kutyapti. Manzilimiz Shuhrat chorrahasida, to'g'rimizda Evs bilan nomdor somsa. Xonimxonamiz salkam 12 soat ishlayapti. Men sizlarni hammalarni yaxshi ko'raman. Xonimlarim asal. Sog' bo'linglar, kelinglar.